Assalomu alaykum aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana bugun bizlar Samarqand viloyati Jonboy tumani Farhod posyolkasiga yetib keldik. Mana bu yerga Lutfulla akamiz plitalar chiqarayotgan ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lik zo'rmi? Zo'rmi? Charchamayapsizmi? Mana aynan ish qizg'in vaqtida mana yuklayapti, chiqinmalar qayerga dastavka bo'lyapti bu hozir endi? Hozir ortadigan mashinalarimiz xo'sh, bu Qashqadaryoga ketyapti, 7 tomga. Ha, Qashqadaryoga ketyapti. Hop shu 230 metr plita ortyapmiz. 4 ta mashina bo'lyapti. Hozir bular yuklayapti. Mana mashinalarimiz yuklanyapti. Bu tomondagi mashinalarni ham qo'yamiz. Hozir 4 tala mashina ham yuklanadi. 4 tala mashina ham yuklanadi. Hozir birinchisi bo'lyapti aka bu. Mana keldik, mana birdaniga ish jarayonida mana bu seplarga qiziqib qoldimda. Mana plitalar orasiga tushadigan mana shu seplarda asosan o'sha plitani ishlaydigan narsalar mana shular. Plitani ishlaydigan mana shu sim bo'ladi. Bu xitoydan keltirilgan bo'ladi. Ha, tushuntiring shular. Bu 10 davlinaga tortiladi, bosimga javob beradi. Bu stalonoy material bo'ladi. Oddiy material emas bu. Bu qayrilmaydi uncha-munchaga, baquvvat narsa bo'ladi bu. Xo'sh. Endi qarang. Hozir mana shu plita sexda necha metrdan boshlab necha metr uzunligigacha plitalar chiqarib bera olasiz zakazga? Hozir ortidagi plitamiz 22 santrlik bo'ladi. Buni 11-12 metrgacha chiqarib beramiz. 16 santrlik bo'ladi. 9,5-10 metrgacha chiqaramiz. Qalinligini aytyapsiz? Qalinligini aytaman. Plitani qalinligi 16 santimetr, 22 santimetr. U tomyopar plita deymiz uni 16 santimetrligidan. 16si tomyopar, 22sichi podval ostiga, oyoq ostiga qo'yiladigan plita. Ha, podval ostiga. Endi qarang. O'sha plitalarning narxlarini 1 metri necha pul bo'ladi-yu, 4 metrdan oshadimi, 3 metrdan qaysi paytda narxlari o'zgaradi? Hozirgi vaqtda 22 santimetrligini 195 ming qilib beryapmiz. 1 metrini. 1 metrini 5,5 metrgacha bo'lgan. 5,5 metrgacha bo'lganini 195 ming qilib beramiz. Undan uyog'i necha metr? Undan uyog'i o'zi narxlari o'zgarib ketaveradi. Qancha masalan 7,5 metr. O'zi necha metrgacha bo'ladi? 7,5. Undan uyog'i 12 metrgacha bo'ladi. Maksimal eng uzuni. Uyog'ini narxi 1 metr, har metrda o'zgaradi. Har metrda o'zgaradi, har. O'shalarni ham aytib o'tsangiz etap-etap. Ha, keyingisi 16 lik bo'ladi. 16 likni 185 ming qilib beramiz hozirgi vaqtga. Xo'sh, buna bu uni narxi xuddi u ham 5,5 metrgacha bo'lgani 185 ming so'm. Undan uzun bo'lsa agar darvozaxonaga qo'yaman 7 metr, 8 metr desa agar narxlari o'zgarib boraveradi. Eng oxirgi narxlari qancha uzunlariniki? Eng oxirgi narxlari 300 minggacha boradi. 300 minggacha boradi, ha? Xo'sh. Hozir yana meni beradigan savolim, o'sha oladigan klientlar aloqaga chiqmoqchi bo'lsa, zakaz berishni qancha vaqt oldinda zakaz berish kerak sizga? Bizlar iloji boricha 3 kun, 4 kunga zakaz chiqarib beryapmiz hozirgi vaqtga. Sharoitga qaraymiz, agar imkoni bo'lsa 3 kun, 4 kun, balki undan ziyod bo'lishi ham mumkin, 10 kungacha cho'zilib ketishi mumkin. Lekin oldindan aytamiz bizlar qancha vaqt tayyor bo'lishini. Ha, klientlarimiz uchun eng qiziq bo'ladigan joylari mana shu buni masalliqlariga keladi-da. Necha marka sementdan foydalanasiz, qanaqa tosh qo'shasiz, qanaqa qum qo'shasiz, hammasi realni bo'lishi kerak. Bunga garantiya berasiz, sertifikatlari bor, to'g'rimi? Bor, sertifikatlari bor, garantiyasi ham bor. Hozirgi qo'yiladigan plitamizga ichiga qora qum qo'shamiz. Qora qum bilan shiben qo'shamiz. Keyin 500 markali sement ishlatyapmiz hozirgi vaqtga. 500 markaliga. Undan boshqa mahsulot ichiga qo'shilmaydi. Hech qanaqangi sariq qum deydi bir xillari, boshqacha narsa deydi, boshqa narsa qo'shilmaydi. Sariq qum qo'shish ham mumkinmi umuman birontalari? Mumkin deb eshityapmiz, qo'shyapti deb eshityapmiz. Lekin qo'shganini ko'rganingiz. Men ko'rganim emas. Endi u elda orasida yurgan, xalq orasidagi gaplar. Endi hozir biz obrazes sifatida nimalarni ko'rsata olamiz bu yerda hozir? Mana ko'rib turibmiz. Obunachilar mana Qashqadaryoga yuklanyapti mana. Qashqadaryoga ketyapti hozirga 22 santrlik. U tarafda esa yuklaydiganni ham topib qo'yamiz yaqinroq qilib. Keyin bitta ko'rsatsak mana bu oldidan qaysi plitalarni ko'rsatamiz mana? Xo'sh, bu tarafga o'taylik. Zakazga chiqargan 8,5 metrliklarimiz bor hozir. Mana shu plitalarimiz, ha? Mana shu plitamiz zakazga qo'yilgan. Uzunligi 8,5 metrlik bo'ladi. Buni ichiga havosi bo'lmaydi. Mana bu kesilgan joyi miramirday bo'lib chiqadi. Mana bunaqa yaltiroq chiqadi. Yaqinroqdan olib qo'yamiz mana buni. Hozir bu eni qancha bo'ladi? Shu to'g'risida aytmoqchi. Eni 120 lik bunisi. Eni 120. 1 metrligi ham bo'ladi. 1 metrligi ham. 120 ligi ham bo'ladi. Hozir ko'rib turgan plitangiz 8,5 metrlik plita uzunligi. 8,5 metr uzunligi. Bu zakaz bilan qo'yiladi bu. Zakaz. Bu aytganimdek narxlari o'zgarib, narxlari qimmat bo'ladi. Mana shuni agar sir bo'lmasa, necha puldan bo'ldi metri mana 8,5 metrlik? Bularni 270 dan qilib berdik buni. 270 dan qilib berdingiz klientga, ha? Ichidagi troslari ko'p bo'ladi. 20 tadan ziyod, 27 ta, 28 ta tros bo'ladi ichiga. Mana ko'rib turganlaringdek, mana hozir 4 ta mashinaga ortilyapti, zakaz qilingan ekan Qashqadaryoga 7 tom dedingizmi? 7 tom. 7 tomga mana dastavka bo'lyapti.
Xullas, men demoqchi bo'lganim 2026-yil chislomiz 10 hafta kuniga juma kuni bugun ha. Shunday. Mana sal kechroq keldik. Kun juda ham issiq edi. Mana shu quyosh xalaqit bermasdi. Mana kechki payt olyapmiz videoni. Mana shu yerdagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Lutfulla akamiz sizlarga javob beraveradi. Agar Telegramingiz ham bormi o'sha raqamlarda? Telegram, WhatsApp hamma narsa bor. O'sha siz telefon qilgan vaqtda eshitmay qolsa, Telegramdan yozaverasiz, bu kishi sizga javob qilaveradi. Musofirda yurganlar ham farqi yo'q. Rossiyadan turib zakaz bersa bo'ladi. Ha, musofirda yurganlar yana bitta narsani, hatto har qanday video qilganda men aytib o'taman, o'sha musofirdan turib siz bilan kelisha oladigan bo'lsa, shu qanaqadir pulni sizga o'tkazib berish yo'llari bilan ham ilojini qilsa bo'ladi. Qilsak bo'ladi. Qanaqadir kartalar berasiz, karta beramiz, zaraklarni berasiz, to'yib tayyorlab yuboramiz. Biz musofirda yurgan aka-ukalar sizlarga mana plitani narxlarini chiqaramiz, mana xohlagan razmerda 1 metr necha metr, eng maydasi necha metrdan qilib berasiz buni? Eng maydasi bizlarga farqi yo'q, 50 sm desa ham kesib beraveramiz. Ha, kesib beraverasiz. Men noto'g'ri aytib qo'ymadimmi deyapman-da. 1 metr deysizmi, 50 sm deysizmi, nech dona deysiz, hammasini qilib beraveradi. Mana hurmatli obunachilar, mana yangi ishlab chiqarish jarayoni. Mana shu shunchalik hammasi nimalarini normal qo'shilgan mana ustiga chiqamiz hozir mana. Mana ko'taryapti mana. Hozir chiqadigan pulda ustiga sakrab ko'rsangiz ham nam holatda ham mana ko'taryapti. Shunchalik presslar zichligi. Mana yaqinroqdan olamiz. Mana rastvor yaqinroqdan olamiz, operator. Hozir zichligi bo'lgani uchun bizni ko'tarib turibdi. Zichligi bo'lgani uchun ko'taryapti hozir. Mana bu qirashlarni ham mana tekis holatda bo'lyapti. Mana aziz obunachilar, mana qanaqa qilib plita chiqarish jarayonini ham ko'rdik. Sal shovqinroq bo'lsa ham, Lutfulla aka, mana shu nimalarga adresni yana bir bor tushuntirib bersak. Samarqand viloyati, Jomboy tumani, narkologiya bazasidan o'tgandan keyin Arentir primerni sement zavod deb olsagan bo'ladi. Sement zavod, sement zavoddan yonidan kirib keladi. Agar bizlar nomerlarga telefonga aloqada chiqsa, agar lokatsiya ham tashlab beramiz, chiqib kutib ham olishadi bolalar aka. Xullas kalon, adresimiz Samarqand viloyati, Jomboy tumani, Farhod posyolkasi, narkologik dispanser bor bu yerda. Xullas, mana shu yerda narkologik nimamiz joylashgan, mana shu zdaniyami shu? Mana shu ko'rinib turgan zdaniya narkologik bo'ladi. Mana shu ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasiz. Lutfulla akamiz mana sizlarga lokatsiyalar tashlab beraveradi. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.